Janob Rasulullahning bu dunyodagi oxirgi so'zlari usikum bis-sola, usikum bis-sola, usikum bis-sola. Namozga ehtiyot bo'ling. Namozga ehtiyot bo'ling. Namozga ehtiyot bo'ling. Ummatim, ummatim deb Janob Rasululloh oxirgi nafasda, oxirgi daqiqalarda ummatim deb omonat topshirdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytuvchimiz. Payg'ambarimizning vafotlari munosabati bilan ko'p sahobalar musibatga botishdi. Bir xillari tildan qolganligi, bir xillari oyoqsiz bo'lib qolganligi, bir xillari eslarini yo'qotib hushsiz bo'lib yerga yiqilganliklari. Shunda Abu Bakr Siddiqning shijoatlari sezilgan ekan. Odamlarni musibatga botib qolganliklarini ko'rib, minbarga chiqib, "Ey birodarlar, o'zingizlarni qo'lga olinglar. Sizlar Allohga bandamisizlar yo Muhammadga bandamisizlar? Agar Allohga banda bo'lsanglar, Alloh o'lgani yo'q. Muhammad ham sizu bizga o'xshagan bashar farzandi, inson bolasi. Dunyoga kelgan inson borki, ketmasdan ilojisi yo'q.